Assalomu alaykum barchaga hurmatli o'quvchilar. Endilikda biz kema darsliklaridan Prezident maktabiga tayyorlov kurslarimizni davom ettiramiz. Ushbu videodan boshlab darslarimiz endi mavzulashtirilgan tarzda olib boriladi. Ya'ni bu nima degani? Har bir videoda biz bitta mavzuni o'tamiz va shu mavzuga doir misollar ishlashni davom etamiz. Xo'p, endi bizda birinchi mavzuyimiz bu natural sonlar qatori va raqamlar. Xo'p, endi biz ajratib olishimiz kerak, raqam nima va son nima. Demak, raqam, bizda bu 10 ta raqam bor. Bular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 va 9. Endi esa sonlar, ya'ni natural sonlar tushunchasi. Natural sonlar. Natural sonlar bu nima? Natural sonlar bu biz sanashda ishlatadigan sonlarimiz, bu natural sonlar hisoblanadi. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 cheksiz ketaveradi. 2, 3, 4 cheksiz davom etuvchi sonlar. Bizda natural sonlarimiz demak cheksiz ekan. Raqamlarimiz esa 10 ta ekan. Endi bizda 2 xonali yoki 3 xonali sonlar raqamlar kombinatsiyasi orqali tuziladi. Masalan, 23 ni oladigan bo'lsak, 2 bitta raqam, 3 bitta raqam. Demak, bu yerda 2 ta raqam qatnashgani uchun bu 2 xonali son deb yuritiladi. Demak, endi qoidani o'qib olamiz. Sonlar. Son bu narsalarning qancha ekanligini bildirib, ular raqamlardan foydalanib yoziladi. Masalan, 2 ta 4, bitta 5 raqamlaridan 445, 454, 544 sonlarni yozib olishimiz mumkin. Sonlar turli xonali bo'lishi mumkin. Bitta raqam qatnashsa 1 xonali son, 2 ta bo'lsa 2 xonali son va hokazo. Demak, 1 xonali sonlarni tushunchasi bizda bilamiz. Demak, bittagina raqam qatnashsa bu 1 xonali son. Endi 2 xonali son bu masalan 23 deydigan bo'lsak, bu yerda 2 ta raqam qatnashmoqda. 3 xonali son masalan 345, bu yerda o'z-o'zidan 3 ta raqam qatnashmoqda. Demak, 5 xonali son bo'lsa 5 ta raqam qatnashadi. 6 xonali bo'lsa 6 ta raqam qatnashadi. Bular qatoriga 0 ham kiradi. Demak, endi natural sonlar boya aytib o'tganimizdek, sanashda ishlatiladigan sonlarni biz natural sonlar deymiz. Demak, endi ketma-ketlikda bir nechta misollarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda berilgan misol. Birinchi misol, faqat 5 va 9 raqamlaridan foydalanib sonlar tuzing. 5, 9, 9, 5. Bunlar almashib qoladi. Endi sonlar tuzing debdi. Bu yerda biz faqatgina 2 xonali son tuzishimiz mumkin bo'ldi. Endi savolni shartida aytishi mumkin. Masalan, raqamlari takrorlangan holatda 3 xonali son tuzib bering deyishi mumkin. Masalan, 595, 555 ham kiradi masalan. 999. Ushbu kombinatsiyalardan bir nechtasi mavjud. Endi sizni savolingizda shartida berishi mumkinki, nechadir xonali son tuzishingiz kerakligi aytilishi mumkin. Savolning shartiga qarab yechib olishingiz mumkin. Ikkinchi misolga qaraymiz. Mana bu yerdagi ikkinchi misol. 28 dan 147 gacha nechta son bor debdi.
28 147. Umumiy nechta son borligini so'rayapti. Demak, biz buni aniqlash uchun 147 dan 28 ni ayiramiz va 1 ni qo'shamiz. Chunki 147 dan 28 ni ayirganimizda 28 ni o'zini ham ayirib tashlanadi. Ya'ni 28 dan keyingi, ya'ni 29 dan 147 gacha bo'lgan sonlarni hisoblaydi. Bu yerda 29 ham kiradi, lekin bu yerda hisoblanganda 28 dan 147 gacha hisoblaganimizda biz 28 ni hisoblamay ketgan bo'lamiz. Shuning uchun ham biz bittagina 28 ni hisobiga mana bu 1, mana shu yerdagi 28 son. Demak, buni hisoblasak, bizda javobimiz 120 bo'lmoqda. Xo'p, barchaga tushunarli bo'ldi. Demak, oralig'idagi nechta sonlarni topish uchun boshidagidan oxiridagini ayiramiz va 1 ni qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, endi quyidagi mashqlarga e'tibor qaratamiz. Bizda quyida bir nechta mashqlar berilgan. Mashqlarni esa biz yangi betdan boshlashga harakat qilamiz. Demak, mashqlar. Birinchi savol. 3 raqam ishtirok etgan barcha ikki xonali sonlar nechta? Demak, bularni sanab chiqamiz. 13. Xo'p, 23. 33. 43. 53. 63. 63. 83. 83 va 93 sonlar. Endi bu yerda ko'pchilik o'quvchilar bir nechta sonlar qatorini tashlab ketadi. Bular 30, 31, 32, 33 ni yozdik. Demak, 34, 35, 36, 37, 38 va 39. Xo'p, endi 3 raqam ishtirok etgan barcha ikki xonali sonlarni toping debdi. Ya'ni necha marta qatnashgan emas. Agar necha marta qatnashgan savoli kelib qolsa, bu yerda 33 da 3 raqami 2 marta qatnashgan hisoblanadi. Demak, bu yerda bizda nechta son borligi haqida so'ralayotgani uchun umumiy sonni hisoblaymiz. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Demak, umumiy hisobda 19 ta son mavjud ekan. Aynan 3 raqami qatnashgan. Demak, birinchi savolimizning javobi 19 ta bo'lmoqda. Ikkinchi savolga e'tiboringizni qarating. 5 va 2 raqamlari yordamida qanday ikki xonali sonlarni yozish mumkin? Demak, birinchi kombinatsiyamiz 52 va ularni o'rnini almashtirganimiz 25. Demak, endi raqamlar takrorlanmasin demadi bizga. Endi bizda yana ikki holat bor edi. 55 va 22. Agar raqamlari, ya'ni raqamlar takrorlanmasin desa, biz faqat 52 va 25 ni olardik. Bizda esa bunday shartlar berilmadi. Demak, bizda bu yerda 2 ta, bu yerda ham 2 ta. Hisobda esa 4 ta son yozish mumkin ekan. Uchinchi savolga o'tamiz. Uchinchi savolda aytayaptiki, 2, 9, 6 raqamlari yordamida turli raqamli nechta uch xonali son yozish mumkin debdi. Xo'p, demak, boshladik. 296, 269. Endi xo'p, 6 bilan boshlanadiganlarni yozsak. 692, 629. Endi 962, 926. Demak, umumiy hisobda bizda
9 ta holatimiz mavjud ekan. Endi bu raqamlari takrorlanmagan holatdagisi. Endi raqamlar takrorlansa qanday bo'ladi? 266, 299 ham shu sonlar qatoriga qo'shiladi. Demak, endi 699, 622, 966, 922. İki martadan takrorlanishini ko'rdik va bu yerda ham 6 ta mavjud ekan. Endi umumiy miqdorda 222, 666, 999. Demak, bu yerda esa 3 ta holat mavjud ekan. Bu yerda 3 ta, bu yerda 6 ta va bu yerda ham 6 ta. Demak, bir martadan qatnashganini hisobladik, 2 martadan qatnashish imkoniyati borligini hisobladik va 3 martadan qatnashish imkoniyati borligini hisobladik. Demak, bizda umumiy miqdorda 15 ta son tuzishimiz mumkin ekan. Va javobimiz 15 ta bo'ldi. Bizda esa savolning sharti biroz o'qishda xatolik qilibmiz. Turli raqamli debdi. Demak, turli raqamli bizda faqatgina mana bu sonlar. Ya'ni bir-birini takrorlamagan sonlar. Bu holatlar o'yindan chiqib ketadi. Demak, bizda 6 ta sonlar qoldi. 4-savol. 608 raqamlari yordamida turli raqamli nechta ikki xonali son yozish mumkin? Demak, ketdik. Bizda 6 bor, 0 bor va 8 bor. 0 bilan kombinatsiyani ko'rib chiqamiz. 6 0, 8 0. 0 8 va 0 6 degan bizda ikki xonali sonlar mavjud emas. Demak, endi 68 va 86. Bizda turli raqamli deganligi uchun endi 66 va 86 variantlari o'yindan chiqib ketgan bo'ladi va bizda umumiy 4 ta holat mavjud ekan. O'zi 6 ta bo'lishi kerak edi. Masalan, raqamlar takrorlanmasin deganligi uchun bizda o'zi 3 ta raqam bor. Mana bu yerga 3 ta raqamdan ikkitasini qo'yishimiz mumkin. Chunki ikki xonali sonning birinchi raqami 0 bo'lmaydi. Masalan, 08 degan ikki xonali sonimiz mavjud emas. Endi birlar xonasiga biz endi 3 ta raqam qo'yishimiz mumkin. Raqamlari takrorlansagina, bu raqamlari takrorlansa. Bu esa endi raqamlari takrorlanmasa deganda, hop, bizda birinchi o'rinda ikkita tanlov bor. Bu 6 va 8. Agar biz 6 ni ishlatsak, bizda 0 va 8 tanlov qoladi. 8 ni ishlatsak esa 0 va 6. Demak, bu yerda ham ikkita, bu yerda ham ikkita. Ularning ko'paytmasi orqali topishimiz mumkin. Demak, bu 4 ta hisoblanadi. Bu esa raqamlari takrorlanmasa. Masalan, deylik, 5-savolda ham xuddi shu ko'rinishda ishlashga harakat qilamiz. 5-savol. 4 va 7 raqamlari yordamida nechta ikki xonali son tuzish mumkin? Demak, 4 bor ekan bizda va 7 bor ekan. Endi ikki xonali sonlar tuzish mumkin deganligi uchun biz raqamlari takrorlanishi mumkin bo'lgan holatlarni ko'rib chiqamiz. O'nlar xonasiga ikkita tanlovimiz bor. 4 ham, 7 ham qo'yilishi mumkin. Birlar xonasiga ham ikkitadan, ya'ni bu holatda 44 va 77 holatlari ham umumiy sonlar qatoriga qo'shilib ketgan. Demak, 2 ni 2 ga ko'paytirsak, bizda 4 ta sonlarimiz mavjud ekan. Xo'p, javobimiz esa 4 ta bo'ldi. Endi 6-savolga qaraymiz.
3 va 5 raqamlaridan foydalanib nechta 3 xonali sonni tuzish mumkin? Demak, 3 xonali son raqamlar takrorlanmasin demadi. Demak, bizda 3 bor, 5 bor, umumiy 2 ta. Bu yerga ham 2 ta qo'yishimiz mumkin. Bu yerga ham 2 ta qo'yishimiz mumkin va bu yerga ham. Va barchasini bir-biriga ko'paytiramiz. Demak, 2 ko'paytirilgan 2, ko'paytirilgan 2. Bu bizda 8 ga teng va biz umumiy miqdorni 3 va 5 raqamlaridan 3 xonali umumiy 8 ta son tuzishimiz mumkin ekan. Demak, bizda javob 8 ta bo'ldi. 7-savolga qarasak. 7-savolda aytayaptiki, 7 va 4 raqamlaridan foydalanib nechta 3 xonali son tuzishimiz mumkin? Boya ko'rib o'tdik, bunda ham 8 ta. Raqamlar o'zgargani bilan bu yerda 0 qatnashmayotganligi uchun sonlari o'zgarmaydi. Demak, 8 natural sonlar qatorida 9516 sonidan oldin keladigan 5 ta sonni yozing. Demak, natural sonlar qatorida 9516 dan bitta kam son, 9516 dan ikkita kam son, 9516 dan 3 ta, 9516 dan 4 ni ayiramiz, 9516 dan esa 5 ni ayiramiz. Demak, bularni hisoblab chiqadigan bo'lsak, bizda 9516 dan oldin keladigan shu 5 ta son ketma-ketligi mavjud ekan. Demak, bular 9515, keyingisi 9514, keyingisi 9513, keyingisi 9512, keyingisi 9511. Demak, quyida 5 ta holat berilgan ekan. Va bizda so'ragan 5 ta son bular mana shular. Demak, biz 5 ta sonni yozdik. Bajarildi deb qo'yaylik. Hop. Bu bizda 8-savol edi. 8-savol edi. Endi 9-savolga o'tsak. Natural sonlar qatorida 2873 sonidan keyin keladigan 5 ta sonni yozing. Endi biz birinchi o'rinda minus qilgan bo'lsak, oldin keladi deganligi uchun endi 8-savolda oldin kelgan deganda. Endi esa keyin keladi deganda. Endi 1 ni qo'shamiz, 2 ni qo'shamiz, 3 ni qo'shamiz, 4 ni va 5 ni qo'shamiz. Chunki bizda 5 ta sonni so'ragan. O'zingiz buni mustaqil ishlab ko'rishingiz mumkin. 9-savol siz uchun mustaqil. Yechingiz uchun. Endi 10-savolga qaratamiz deb qo'yamiz. Xo'p, 544.447.659 sonini yozish uchun nechta turli raqamlardan foydalanilgan debdi. Xo'p, nechta raqam foydalanilgan? 4 bor bizda, 5 bor, 6 bor, 7 bor, 9 bor. Demak, raqamlar takrorlangan bo'lsa ham bizda faqatgina mana shu 5 ta raqamdan foydalanilmoqda. Demak, nechta raqamdan foydalanilgan deganligi uchun bizda 5 ta javobimiz bo'ladi. 11-savol. Quyidagi sonlarni yozish uchun nechta turli raqamlardan foydalanilgan debdi. Xo'p, A variantini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda 5, 7, 8 qatnashgan. 5, 7, 8. 8 esa 2 marta qatnashgan. Bu yerda 5 xonali son va 8 2 marta qatnashgan. Xo'p, bu yerda umumiy 4 ta raqam mavjud ekan. B variant 12.345. Bu yerda ham 5 ta turli raqamlar qatnashgan va bu yerda hech qaysi biri bir-birini takrorlamagan. C varianti esa 35.666. Demak, 6 3 marta takrorlangan ekan. Bizda esa umumiy
uchta raqamdan foydalangan ekanmiz. D variantda bizda 9 5 marta takrorlangan va 7 soni qatnashgan. 7 raqami qatnashgan. Demak, bizda umumiy 9 va 7 ikkita raqam qatnashgan ekan ushbu sonni tuzishimiz uchun. Demak, endi keyingi savolga o'tsak, 12-savol. Raqamlar bilan yozing debdi. A variantda 453 ming. Masalan, biz raqamlarni o'qishni bilamiz albatta. Misol qilib keltirsak, hop. Mana shu uzunlikdagi bitta son berilgan ekan. Endi buni nima uchun men 3 talab guruhlab oldim. E'tibor bering. Demak, bu 617, to'g'rimi? Demak, bu yuzlar xonasi. Ya'ni 0 dan boshlab 999 gacha bo'lgan sonlar mana shu yerda o'qiladi. Demak, bu yerda yozilgan 3 ta 151 ming deb o'qiladi. Demak, mana bu ikkita kombinatsiyani birga o'qisak 151.617 deb o'qiymiz. Endi bu xonamiz esa bizda million. bir esa bizda milliardlar xonasi turibdi. Demak, mana shu yerdan boshlab o'qiydigan bo'lsak, bizda 121 milliard 314 million 151 ming 617 bo'lmoqda. Endi 101 ga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda esa trillion. Ya'ni 101 trillion 121 milliard 314 million 151 ming 617 deb o'qiladi. Xo'p, undan keyingisi bo'lsa 789 yozilgan xonalarimiz bizda kvadrillion deyiladi. Ya'ni o'qilishi 789 kvadrillion 101 trillion 121 milliard 314 million 151 ming 617. Endi ushbu sonlar sizda hech qanday rol o'ynamaydi. Bu xonalarni o'rganish uzog'i milliardgacha o'rganishingiz mumkin, lekin keyinchalik sizning hayotingizda ham muhim o'rin egallashi mumkin. Shuning uchun ham o'rganganingiz o'zingizga foyda beradi. Xo'p, demak, kvadrilliondan keyingisi esa bizda sextillion deb o'qiladi. Demak, 456 sextillion 789 kvadrillion 101 trillion 121 milliard 314 million 151 ming 617 kabi o'qiladi. Endi esa bu turdagi savollarni ishlash sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi bizda 453 ming bo'lganligi uchun 453 ming bo'ldi. 453 va orqasida 3 ta 0 bo'ldi. Xo'p, raqamlarni xonalashtirishni tushunib oldik. Demak, bizda 3 ta guruhlash orqali biz bemalol buni ishlashimiz mumkin ekan. Endi biz 23 million. Mana bu yerga qaraymiz.
Demak 23 0,23 deb yoziladi va 0 ni yozishimiz shart emas. 23 million bizda minglar xonasi uchun 3 ta 0, yuzlar xonasi uchun esa 3 ta 0 yozishimiz kerak. Demak endi D va Y variantlarini yozamiz. Demak D variantda bizda 102 milliard berilgan ekan. 102 demak milliardlar xonasiga qaraydigan bo'lsak bizda bitta, ikkita, uchta. Ya'ni 3 tadan 3 talik guruh mavjud ekan. Bizda esa bu 9 ta 0 ga teng. Demak 102 milliardni mana shu ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Endi Y javobda aytmoqdaki 12 milliard. Demak 12 milliard 0,12 emas 12 milliard deb yozishimiz kerak. Endi 203 million 2000. Demak 0,02 oxiriga esa 3 ta nuqta qo'yishimiz kerak. Demak bizda umumiy 11 xonali son paydo bo'lar ekan. Bu bizda 13-savol edi. 12-savolni o'zingiz mustaqil ishlab qo'yishingiz mumkin. Siz uchun kerakli qoidani quyida berib o'tdim. Demak, guruhlash va sonlarni xonalashtirishni o'rganib oldik. Demak, 14-savol. 1 dan 99 gacha bo'lgan natural sonlar ketma-ket yozilib, uzundan uzun ulkan son hosil qilindi. Bu sonda bir raqam necha marta yozilgan? 2 raqamcha degan. Xo'p, hisoblaymiz. 1 dan 99 gacha demak. 1 qatnashadi, 10 qatnashadi, 11, 12, 13. Xo'p, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Endi esa bizda 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Endi keyingisi 101 bo'ladi. Bizda 99 gacha bo'lganlarni so'raganligi uchun biz 101 ni olmaymiz. Demak, umumiy bizda 10 ta va bu yerda ham 9 ta. Demak, umumiy 19 ta holatda mavjud ekan. Endi 2 ni ham so'ragan bizda. Bizda 1 ham, 2 ham 19 tadan takrorlanadi. Bu har qanday son bo'lishidan qat'iy nazar 1 dan 99 gacha bo'lsa 19 marta takrorlanadi. Endi biz e'tiborsiz qoldirgan bir qismimiz bor. Necha marta takrorlangan debdi. 11 ni e'tiborsiz qoldirdik. 11 ni biz 1 marta hisoblab ketdik. Bizda vaholanki bu yerda 2 marta bir soni qatnashgan. Demak 19 ta emas 20 ta. Ya'ni 20 marotaba qatnashgan hisoblanadi bir sonimiz. Xo'p, demak bizda javob 20 ta bo'ldi. 15-savolga qarasak. 20, 202, 2020 sonlar ketma-ketligi qanday qonuniyat asosida yozilgan? Uning keyingi 3 ta hadini yozing va o'qing. Qaraymiz. 2 0 2 0 2 2 0 2 0. Har bir ketma-ketlikda bitta xonadan qo'shilib bormoqda. Va takrorlanuvchi ikkita raqam mavjud. 2 0 2 0. Ikkalasi yonma-yon joylashishi mumkin emas ekan. Keyingisi 2 0 2 0 2. Keyingisi 2 0 2 0 2 0. Xo'p. 2020 dan keyingi 3 tasini yozishimiz kerak ekan. Yana bittasini yozamiz. 2 0 2 0 va yana bitta 2 yoziladi. Demak, bu sonimiz 3 ga ajratamiz. Oxirgi 3 ta, oxirdan boshlab 3 ta. Demak, minglar xonasida 20 ming 202 turibdi. Xo'p, endi buni ham 3 ga ajratsak, yuzlar xonasida bizda 0,20, minglar xonasida esa 202 turibdi. Demak, bu 202 ming
20 deb o'qiladi. Xo'p, endi buni ham xonalarga ajratsak, demak 3 ta yuzlar xonasi uchun, bu 3 ta minglar xonasi uchun va boshidagi 2 millionlar xonasida joylashdi. Demak bu 2 million millionni qisqartirgan holatda millionlarni yozib qo'ydik. Demak 2 million 20 ming 202. Demak, o'qilishini ham, qanday ajratilishini ham tushunib oldik va amaliyotda ham sinab ko'rdik. 16-savolga o'tamiz. Jami 2 xonali sonlar nechta debdi. 2 xonali sonlar bilamizki, 10 dan to 99 gacha bo'lgan sonlar hisoblanadi. Va bizda oraliq berilgan bo'lsa, oraliqdagi nechta sonlarni topishni boya o'rgandik. Demak, eng kattasidan eng kichigini ayiramiz va birini qo'shamiz dedik. Ya'ni 10 ni o'zini ham hisoblab qo'yishimiz kerak. Demak, 99 ayrilgan 10 qo'shilgan 1. Demak, bu 90 ta ekan. Demak, bizda 90 ta 2 xonali sonlar mavjud ekan. 5 xonali sonlarni esa o'zingiz mustaqil topib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni eng kattasi bizda 99999, eng kichigi bo'lsa 10000. Kattasidan kichigini ayirib birini qo'shib qo'yamiz. Demak, 18-savol. 36, 37, 38 va hokazo qatorda nechta son bor debdi. Xo'p, 19-savol ham shunga o'xshash. Demak, 18 va 19-savollar ham siz uchun mustaqil ishlashingiz uchun qoldirmoqdaman. Demak, 20-savolda aytayaptiki, hamma raqamlardan bir martadan foydalangan holda eng katta 10 xonali sonni yozing debdi. Demak, 10 xonali son. Eng kattasi bo'lish uchun eng katta raqamni boshiga qo'yamiz. Demak, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 va 0. Chunki bizda umumiy 10 ta raqam bor va 10 xonali sonni yaratmoqdamiz. Agar biz bu yerda 9,876,543,201 deb yozganimizda 210 dan kam bo'lib qolar. Demak, bizda eng katta holatimiz 9,876,543,210 soni ekan. Demak, eng katta 2 xonali sonimiz hamma raqamlar bir marta qatnashganida bu mana shu sonimiz ekan va bu 20 ning javobi. Ya'ni 20-savolning javobi. Bizda murakkab masalalar berilgan. Ya'ni bu yerda bitta yulduzcha qiyinlik darajasi oddiy misollardan ko'ra biroz qiyin. Ikkita yulduzcha bo'lsa, juda qiyin ma'nosida kelgan. Xo'p. Bularni ham ishlaymiz. Biz uchun bu hech qanday muammo emas. Chunki biz albatta prezident maktabiga tayyorlanayotgan o'quvchilarmiz. 21-savolga qaraymiz. Hilola ketma-ketlikda butun sonlar ro'yxatini yozdi. Uning ro'yxatidagi oxirgi 3 xonali 114 soni edi. U jami 57 ta son yozdi. Uning ro'yxatdagi birinchi sonini toping. Yaxshi. Demak, nechidirdan boshlabdi? Qandaydir son xullas. Yozibdi, ketma-ketlikda yozibdi. Oxiri 113, keyingisi 114 bilan tugabdi. Mana 114 son oxirgi son. U jami 57 ta son yozibdi. Uning ro'yxatdagi birinchi sonini toping. Mana. Bu 57-son. 57-son. Bu esa 56-chi, shu tarzda ketgan. Endi biz boyagi formalarni yuqorida ishlagandik. Xo'p. Oraliq tushunchasi bizda kelganda
Biz eng kattasidan eng kichigini ayirar edik va birini qo'shib qo'yardik. Endi bizda eng kattasidan eng kichigini ayirib birni qo'shganimiz bu 57 ga teng deb formula bermoqda bizga. Endi biz albatta buni o'ylanmasdan ishlab olamiz. Xo'p, demak 115, 114 va 1 ning yig'indisini bir yozib olyapman. Demak, yaralgan x teng 57 ga. Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar esa bir tomonga. Xo'p, 8. Demak, bizda javobimiz 58 teng bo'ladi. X tenglikning ikkinchi qismiga o'tadi, 57 esa minus bo'lib o'tdi. Demak, x'imiz bizda 58 ga teng ekan. Demak, bizda umumiy birinchi sonimiz demak 58 ga teng bo'lgan ekan. 22-savol. Quyidagi raqamlar berilgan. Xo'p, ushbu raqamlarning har birini bir martadan ishlatib, ikkita natural sonlar hosil qiling debdi. Biz ikkita emas, bir nechta hosil qilishimiz mumkin. Ularni so'raganligi uchun biz faqatgina ikkitasini yozamiz. Demak, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni o'zi ketma-ketlikda o'zligini holat bu. Demak, 234.567. Keyingisini esa xolislik teskari yozib qo'yishimiz mumkin. Demak, 765.432. Demak, ikkala son ham natural. Va biz berilgan raqamlardan foydalandik faqat. Har birini bir martadan ishladik. Ularning yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin debdi. Eng kamida degan holatini ham ko'rib chiqishimiz kerak. Endi eng kichkinasi mana bu. Bundan keyingi eng kichik sonimiz 324.567 bo'ladi. Xo'p, endi ularning yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi kerak debdi. Demak, buni yig'indisini topish uchun biz qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, 234.567 ga 324.567 ni va albatta ushbu ikki sonimizning yig'indisi bizda 559.134 ga teng. Demak, eng kamida 559.134 ekan. 23-savolga o'tamiz. Natural sonlar qatoridan 0 raqami qatnashgan sonlarni olib tashlandi. Yangi sonlar qatorida 100-son nimaga teng bo'ladi debdi. Xo'p, demak, 23 natural sonlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endi esa 10 ni tashlab ketamiz biz albatta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 va 20 ham tashlab ketiladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bir o'nlikda 9 tadan sonlar qatnashmoqda. Endi 100 ni biz 9 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bu 11 ga teng. 99, 100 dan 1, 99 dan aylangan bo'lsak, bizda 1 qolmoqda. Endi yodingizda tuting. Demak, bu bizda birinchi, bu esa ikkinchi. Demak, bizda 11-chi 9 taligimiz bu 101, 102, 103, 104 va shu zaylda davom etadi to 109 gacha. Bu bizda 11-chi to'plamimiz. Birinchi to'plamimiz bo'ldi bu. Endi 11 ta to'plamimiz to'liq bo'ldi. Endi 110 ni biz yoza olmaymiz. Chunki
ming bor uzr. Biz 101, 102, 103larni ham olib tashlashimiz kerak, chunki 0 raqami qatnashgan bularda. Demak, bizda 11-to'plamimiz bu emas. Demak, bizda 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ishtirok etmaydi. Bu bizda shu 9talik bizda 11-to'plam bo'ladi. Endi 11-to'plamdan keyingi sonimiz bu 120 edi. 0 raqami qatnashganligi uchun buni ola olmaymiz. Demak, keyingi 120 dan keyingi sonimiz bu 121 va bu bizda mana bu bir qoldiqdagi sonimiz. Demak, 100-sonimiz bizda albatta 121 ga teng bo'lar ekan. Biroz chalg'ituvchi savol, to'g'ri, imtihon paytida o'zingizni bosib ishlashingizni talab qiladi va bunday turdagi savollarni oxirga olib qo'yishingizni tavsiya beraman. Chunki ushbu turdagi savollarni ko'proq vaqt talab qiladi va boshqa oson savollarga vaqtingiz yetmay qolishi mumkin. Demak, 24-savol. Hech bo'lmasa ikkita bir xil raqamga natural sonlar bir qator qilib yozib chiqildi. Qatorning 13-raqamini toping debdi. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100 ham kiradi. Chunki ikkita bir xil raqamga ega bu son. Ya'ni ikkalasi ham 0. Demak, 101 ham kiradi. 102 kirmaydi, 103 kirmaydi. Demak, 110 kiradi. 111 ham kiradi. 112 ham kiradi, 113 ham kiradi. Bizda nechisini so'raganda qatorning 13-raqamini toping debdi. 13-sonni emas. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-raqam bizda 7 ga teng bo'lar ekan. Savolni yaxshilab o'qishingizni maslahat beraman, chunki 13-raqam deyilgan bu yerda 13-son bo'ladigan bo'lganda bizda mana bu yerda 10 ta bo'ladigan bo'lsa 11, 12, 13-sonimiz bizda 111 bo'lib qolardi. Lekin bu noto'g'ri javob bo'lardi, chunki bizda 13-raqamini so'ragan, 13-sonni emas. Endi sinfishimiz 10 ta testdan iborat. Va bularning tahlilini ham birin-ketin ko'rib chiqamiz. Demak, test. Birinchi savol. 7 raqam ishtirok etgan barcha ikki xonali sonlar nechta? Bularning barchasini albatta siz mustaqil ravishda ishlab ko'rishingiz mumkin. Va bularning javobini keling mana bunday qilamiz. Test siz uchun mustaqil yechishingiz uchun vazifa. Va javoblaringizni albatta Telegramdagi Teacher Dilshod kanaliga yuborishingiz mumkin. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling, vazifalarni bajarishda davom eting. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Demak, eslatib o'taman, savollarni ushbu ko'rinishda skrinshot qilib olishingiz mumkin. Bu yerda 7 ta 5 soniyadan vaqt beraman. Bu yerda esa qolgan 3 ta savol.
Mana bu uchta savol uchun esa 5 soniya vaqt beraman. Demak, barchangizga rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.